Sizlar bemorni kim bo'lasizlar? Kuyovlari. Kasallari juda jiddiy. Yo'q-e. Davolash kerak. Endi nima qilamiz? Endi nima qilamiz? Hoca. Buni zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Operatsiya qilmaslikda ilojisi yo'qmi? Yo'q, bu jiddiy deyapman-ku. Ha. Operatsiya qilamiz. Operatsiyadan keyin 90% ko'zlari ko'rmay qolishi mumkin. Tilingga shakar, tilingga shakar. 100% qilishni ilojisi yo'qmi? Nima deyapsiz? Yo'q, o'zim Oyjon yaxshilab ko'ring deyman. Ha, hozir bu ko'zlarini ham ko'raychi. Aha, ko'ring. Qani bunisini Ko'ring, doktor, bundaroq ko'ring. qilib turasiz. Ha. Xronitsk bo'lib qolganda. Yoshliklarida ko'zlari rosa ma'yus bo'lgan ekan-a? Ma'yus deydimi? Ko'zdan zahar tomadi chak yonib turar shunday. Yaxshi uqtirmasmi deyman-da. Kobrachani ko'zida edi. Bu ko'zlari ham ancha jiddiy. Jiddiy. Ikkalasida bir xil. Bittasi 70%, bittasi 80%. Zudlik bilan operatsiya qilish kerak. Operatsiya. Ha. Qiling. Operatsiyani boshlamasak bo'lmaydi. Kasallari juda jiddiy. Oyjon, siz uchun biz har narsaga tayyor. Operatsiya stoliga yotganday bo'lyapman. Hoca. Doktorimiz qaynonam arvohiga o'xshayapti. Doktor. Yaxshimisiz? Qanday natija, yangilik bormi? Xursand qilasizmi odamni? Nima bo'ldi? Yangilik bormi? Ana shapkani yechib bo'ldi, tamom tushundik. Tushunarli. Hoca! Hoca! Qaynonamni ayrilib qoldi. Voy, shunday kulday qaynonamiz bordi, hoca. Shunday qaynonamiz bordi, hoca. Menga qaranglar. Hoca. Eshityapsizlarmi? Hammasi yaxshi bo'ladi, boja. Hey! Qaynonalaring 100% ko'ryapti. O'zim boray ostonasiga, ayta qola qaynonasiga. Rozi bo'lsa. Siz bizaga dushmanmisiz? Adashdimding, doktor. Adashdimding. Hozir yeysiz aytib qo'yay. Adashganim bo'ldi roz gul umrimdan. 100% ko'ryapti-da. Ha? Nima? Nima? Men o'lishimni kutganmidinglar? Mana. Meni ko'zim ko'ryapti. Hammasini ko'ryapti. Tushundingmi? Qani tush ikkalang ham oldimga. O'lmas kashi deydi. O'lmas kashini ham o'ldirdi bu alvasti. Ketdik. Hali qizlarim adablaringni beradi hali ikkalangni. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan.